Hayriddin Sultonov 1956-yilda Toshkent viloyati Qibray tumanidagi Tuzil qishlog'ida tug'ilgan. Parkent qishlog'idagi o'rta maktabda o'qigan. Toshkent davlat universiteti jurnalistika fakultetida tahsil olgan. Guliston yoshlik jurnallarida G'ofur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyotida ishlagan. Hayriddin Sultonovning Cho'l nomli dastlabki hikoyasi 20-asrning 70-yillarida Toshkent oqshomi gazetasida bosilgan. Yosh yozuvchi Guliston jurnalida ishlab yurganida bevosita Asqat Muxtordan badiiy ijod sirlarini o'rgandi. Adibning Quyosh barchaga barobar, Bir oqshom ertagi, Onamning yurti, Umr esa o'tmoqda, Boburning tushlari, Yo'qchilik va to'qchilik, Boburiynoma singari hikoya, qissa va romanlari mavjud. Hayriddin Sultonov Saodat sohili, Yozning yolg'iz yodgori, Ko'ngil ozodadir, Ajoyib kunlarning birida singari qissalari bilan adabiyot rivojiga hissa qo'shgan. Hayriddin Sulton ssenariychi sifatida Changak, Moziydan bir sahifa kabi telefilmlar hamda Tushlarimda ko'rib yig'layman, Yolg'iz yodgor singari badiiy filmlar ham yaratgan. Hayriddin Sulton dunyo adabiyotining eng sara asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan. 1996-yil Shuhrat medali, 2003-yil Mehnat shuhrati ordeni, 2006-yil O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist faxriy unvoni, 2016-yil Fidokorona xizmatlar uchun ordeni bilan taqdirlangan. Ayni paytda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat maslahatchisi lavozimida faoliyat yuritmoqda. Hayriddin Sulton milliy adabiyot va madaniyat rivojiga qo'shgan hissasi, davlat idoralaridagi ko'p yillik xizmati va tavalludining 70 yilligi munosabati bilan O'zbekiston xalq yozuvchisi unvoni bilan mukofotlandi.